Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Men Muxtor Dilshod, umurtqa pog'ona kasalliklari mutaxassisi manual terapevt. Yana men sizlar bilan umurtqa pog'ona kasalliklarida, ya'ni bel soha, bo'yin soha, ko'krak, qafas sohalarida bajaradigan mashqlarimizni doimgidek ko'rsatib beraman. Bugungi mashqimiz umurtqa sohasining bo'yin qismida, ya'ni servikal qismida grija osteoxondroz, protruziya kasalliklari, ya'ni bo'yin sohamizda uchraydigan mana shu kasalliklarni uy sharoitida davolovchi mashqlarimizni ko'rsatib beraman. Xo'p. Mashqlarimiz boshida ozgina men tushuntirish berib o'tib ketaman. Bo'yin sohamizda 7 umurtqa pog'onasi bo'ladi. Mana shu umurtqa pog'onalarimiz asosiy umurtqa pog'onamiz ikkita vazifani bajarib beradi. Tayanch va himoya vazifasini bajarib beradi. Umurtqa pog'onamizda bo'yin sohasida, ya'ni grija kasalligini keltirib chiqadigan kasblarni sanab beramiz. Shofyorlik ko'proq erkaklarda, ayollarda chevarlik, ko'p chevar sohasida ishlaydigan, buxgalteriya sohalarida ko'proq kompyuter holatlarida, ya'ni kalla bosh qismimizni mana shu holatda oldiga ko'proq engashib ish qilgan holatda bo'yin sohamizda grija kasalliklarining eng katta sabab ta'sirlaridan bo'ladi. Nima uchun? Ya'ni bosh qismimizni og'irligi primerni kimlardadir 5 kilo deb aytsak, mana shu tikka turgan paytimizda 5 kilo miyamiz, ya'ni bosh qismimizni og'irligi bo'ynimizga 5 kilo bo'lib tushadi. Endi ozgina mana shunday holatda doimiy necha bir soatlar shunday holatda ishlasak, shunday holatlarda o'tirsak, mana shu holatlarda yursak 5 kilo og'irlik 7 kilogacha yoki 8 kilogacha bo'yin sohaga nagruzka tushadi. Ana endi nima bo'lyapti? Bo'yin soha nagruzka bilan ishlayapti. Bo'yin umurtqa sohamiz. Bunda nima bo'ladi? Qisilish paydo bo'ladi. Ya'ni osteoxondroz kasalligi kelib chiqadi. Osteoxondroz esa protruziya kasalligi keltirib chiqadi. Protruziya kasalligi grijani ukaxoni bo'ladi. Ya'ni bu grijani boshlanish etaplari. Xo'p, bu holatda biz umurtqa pog'onamizni to'g'ri tarbiyalashimiz kerak va asosiy umurtqa pog'onamizga nagruzka bermasligimiz kerak. Endi kasbi shu bo'lsa, chevar bo'lsangiz, shofyor bo'lsangiz, ilojingiz bo'lmagandan keyin sizlarga bizning tavsiyamiz har doimdek mashqlar orqali bu kasallikni oldini olib turamiz. Kimlardir chevar, kimlardadir shofyorlik, iloji yo'q. Bu poложениеda o'tirmaslikni. Ana shuning uchun doim aytib o'tib ketamiz. Kasblarimiz ta'sir qilsa, ishga ketishdan avval bu mashqlarni bajarishimiz kerak va ishdan kelganimizda shu mashqlarni bajarishimiz kerak. Sababi umurtqa pog'onamizda kasalliklarni mana shu vaqtida oldini olishlik uchun. Xo'p, bu holatda yotib olgan holatda mashq bajaramiz, ya'ni bo'yin sohasida. Endi bo'yin sohasida eng yomon narsa boshimizda doimiy og'riq kuzatiladi va yelka qismimizda, qo'llarimizgacha og'riq beradi. Ayollarimiz aytib qoladi, boshimni ro'molini o'rolmayapman hattoki deydi. Ko'krak qafasimizga, yuraklarimizgacha beradi ta'sirlari bu narsada. Endi bu narsada umurtqa sohamizda eng asosiy, ya'ni bo'yin sohamizdagi protruziya grijani oqibatidan ko'p bemorlarimizning qo'li og'riydi, qo'lini davolab yurishaveradi. Asli bo'yin sohani MRTga tushirsa, bo'yin sohada grija kasalligini ko'rishadi. Ana shuning uchun agar sizda MRT bo'lmasa ham qo'llaringizda uyushish, boshingizda og'riq, ko'krak qafaslarda qisilish, ya'ni barmoqlaringizda qanday uyushishlik yoki sovqotishlik paydo bo'layotgan bo'lsa, bo'yin sohani MRT qilib ko'rishingizni, ya'ni bo'yin sohani MRTda grija chiqqanini ko'rasiz. Yoki agar MRTga tushmasa, shu bo'yin osteoxondrozi, bo'yin grija mashqlarini bajarsangiz ham bo'ladi. Xo'p, endi mashqlarni ko'rsatamiz. Yotib olgan holatda bajaramiz. Kimlardir kushetka bor, kimlardir so'ri bor, kimlardir kravat bor. Mana shu holatda bajaramiz yotgan holatda. Akalar, yana eslatib o'tamiz, biz kanalimizda, YouTube kanali Dilshod Muxtorov deb poisk bersa chiqiladi va kanalimizni podpisaniya bosmasdan, obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar juda ko'p. Ana shularda obuna bo'lib qo'yishlarni aytamiz. Sababi keyingi mashqlarimizni birinchilardan ko'rasizlar. Xo'p, boshlaymiz. Bu holatda, yotgan holatda, pastga qarab yotgan holatda boshlaymiz. Bo'yin soha mashqlarimizdan ketib bajaramiz. Mana shu qirg'oqqa kelamiz, iloji boricha yelkamizni to'g'risidan bo'lish kerak. Xo'p, qo'llarimiz mana shu holatda jag'imiz bilan pastga qaraymiz. Ya'ni bo'yin sohamizni, boshimizni mana shunday holatda tashlamaymiz. Jag'imizni pastga olib chiqamiz. Ketdik mana. 1 2
3 4 5. Ko'rdingizmi? Faqat jahlimizni o'zini olib kelyapmiz mana. Shu holatda bo'ynimizni cho'zib bajaramiz. Pastga qaragan holatda. Endi yonboshga bo'lgan holatda mana shunday yelkamiz qirg'oqqa qilgan holatda bajaramiz mana. 1 2 3 4 5. Endi mana teva tomonga qarab holatda bajaramiz. 1 2 3 4 5. Endi bu tomonga boshlab bajaramiz. 1 2. Mana shunday holatda, oddiy holatda egmaymiz. Iloji boricha mana tekizab tushishga harakat qilamiz. Yelkamiz mana ko'ryapsizmi mana? 1 2 3 4 5. Mana shu holatda, yonbosh bo'lgan holatda kaftimiz bilan tegangan holatda turamiz. Xo'p, bu mashqimiz bo'yin soha, ya'ni bo'yin soha osteoxondroz, bo'yin soha protruziya, grija kasalliklarida zo'r foyda beradigan mashqlarimiz. Sizlarga uy sharoitlarida mana shu mashqni bajarishinglarni men sizlarga tavsiya beraman. Effektni, foydasini o'zingizlar sezasizlar. Agar mashqlarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta bitta like bosib, kommentariyga mashq yoqdi deb yozib qo'yishlarini tavsiya beramiz. Sababi mashqlarimiz boshqa bemorlarga yetib borishlik uchun. Xo'p, sog' bo'linglar. Bizni kanalni kuzatishda davom eting.